Opalarimiz, singillarimiz undan tashqari shu do'konga bitta olib beradigan joy. Aynan bu modellarimiz ixchamligi jihatidan nomer 1 desa ham bejiz aytmagan bo'lamiz. 5 ta akkumulyatorli 308 yumshoq balon, splashni egar, detskiy sidini opajonlarimiz uchun do'konga borib kelgani yo bog'chaga o'g'illar tashagani juda chiroyli tanlov. Svetlari ham bunaqa kulrang, bunaqa pushti, yashil har xil svetlari biriga bir to'g'ri kelaveradi. Aynan narxini videoda boshida aytib o'taylik. Ungacha bitta laykni qizartirib qo'yaylik, keyin hashtagini aytib o'tamiz. $450 5 ta akkumulyatorlisini olsalaring bo'ladi. Undan tashqari to'rttali ham bo'ladi deb desalaring $400 ga baraka qolaveramiz. 308 temir diska. Undan tashqari ikkita qo'l tormoz, oyoq tormozlari ham mavjud. Detskiy qo'l ushagichlar, orqa bachoy, egartayda bachoylari, ya'ni egartayda bachoylari mavjud. Ochamiz ularni ham. Egartayda ham bachoylari bormi? Egartayda bachoylari bor. Orqasida pavorotnik signallar, undan tashqari oldi temir setka, kaskasi, jileti, eng qizig'i akkumulyator hajmi 2 xil aytib o'tdik, 5 taligi, 4 taligi. 5 taligi bir zaryadi bilan 40 kilometrdan 80 kilometrgacha, 4 taligi esa 30 kilometrdan 60 kilometrgacha bemalol yo'l bosadi. O'tirganlaringda juda yumshoq. Men yo'qsigan odamda 3 ta bemalol o'tirsa bo'ladi. Oyoq tormozlar ham juda udobli, ikkita qo'l tormoz. Mana. Bundan tashqari har xil skuterlarimiz, tormoz skuterlarimiz, ikkala skuterlar hamma modellarimizdan bor. Aloqaga chiqarasizlar. Undan tashqari akalar bitta videoni baho beringlar. Juda chiroyli. Svetlari ham mashina neobычный, ya'ni o'zgacha ko'rinishni istaydigan akalarimiz uchun aynan taklif qilamiz shularni. Narxlari ham juda yengil, olishlaydigan cho'ntak bob modellar hisoblanadi. Kimga qiziq bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Ishlarni bitkazib beramiz. Keyin mana golfkarlarimizni ham mega skidka qo'yib qo'yganmiz. Juda chiroyli narxlarda. Necha pul desalaring, golfkarlarimiz olishlaring uchun $700 ga baraka qolaveramiz akalar. Aloqaga chiqarasizlar. Sizlar bilan skuterimiz bo'ldi.